Yaxshimisilar do'stlar? Men bugun sizlarga Alqut Abduvali Sarkarning Alshir Navoiy she'ridan o'rnak kelib turib yozgan Yil so'ygisi nomli she'rini olib keldim. Bir ko'rib shu jamolingni bo'ldim ah parvonalar. Ikki ko'rishga barsidi taqdir bir farmonalar. Üç davan atlab kelib ketdim seni bir ko'ra olmay. 4 fasl bo'ldi menga seni kutgan ayvonalar. 5 qutubda yurarmanmu seni har tunlar izlab. 6 qadahdi qildim sen bo'lmag'ach mayxonalar. 7 ixlimdan topolmaz sendek ay ruxsarini. 8 gulzarga teriyman seni deb gullalalar. 9 tevib beralmagach sening ishqingga darmonalar. 10 qo'lim kunlar sanab yurar ah safsonalar. 11 ay bo'ldi sana intizorim yetkizgili. 12 yil o'rildi jon alar deb jononalar.